Daryo magazinning yonida sizga 6 sotixlik qo'shimcha yeri bilan joy topib qo'ydim. Pulini arzon qilib beramiz deyaptilar xonadongalar. Bu tomonda Daryo magazini tomon Tashloqqa qaraydi, bu tomonimiz Marg'ilon. O'zi bu xonadonimiz Marg'ilonga qaralgan. Bu fasadni xohlang mana bu tomondan xod qilib bu darvozani orqa tomoniga ochib beramiz deyaptilar. Qizig'i narxini arzon qilib sizga tushirtirib qo'ydik. Buni qarang. Mana asosiy darvozaxonasi. Xohlang bu darvozaxonani yonga olib, xonadon egalari xuddi bu tomondan qilib olar ekanlar. Sizga mana bu yerdan 4 metr tashab 25 ga 4 metr qo'shimcha shuni yo'l qilib beraman deyaptilar. Bu tomonni 6 sotingni sotyaptilar. Xohlang bu tomondan xod qilib oling. Mana bu yerda ham kirish xoti, tupik ko'cha. Darvozani xohlang bu yerga qo'yib oling. Xohlang darvozani mana bu yerga qo'yib turib, bu 4 metrga 25 joyini sizga sotikka kirgizmayman deyaptilar. Shunday tashab beraman deyaptilar. Bu yerda gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Mana bu mevalarni qarang. Mevali daraxtlari bor. Mana sizga beriladigan joyi mana mana shu yerdan o'lchanar ekan. Qarang. Mana bu gilos turgan joydan o'lchanar ekan. Bag'ini 6 sotigini 40 mingga deyaptilar. Endi arzon qilib tushib beraman deyaptilar. Sizga mana 4 ga 25 bu yo'laydi qarang kattaligini. 4 ga 25 ni bu 6 sotiga kirgizmayman deyaptilar. Shunday podarka qilib beraman deyaptilar. Bag'dan 6 sotigini shu 40 ming deyaptilar, arzon qilib tushib beraman. Eng asosiysi gaz, suv, svetdan muammo sezmaydigan joyda. Hozir sizga bitta gazini ham yoqib ko'rsatib beramiz. Bu qarang endi. Mana bu gazni qarang, gap isboti bilan bo'lsin. Gazni yonib turishini qarang, gazlari bor. Pulini yana arzon qilib tushib beradilar. Bitta kelib ko'ring, sizga yoqadigan xonadon topib berganman.